Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslarimizda birodarlar sabablarni qoyim qilishlik manzilatini boshlagandik, davom etkazamiz. Demak, biz oldimizga qo'ygan maqsadga yetishlik uchun bizga bog'liq bo'lgan, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni, sabablarni qoyim qilishimiz kerak. Sabablarni qoyim qilganimizdan keyin Alloh taologa tavakkul qilib, natijani Allohdan kutishligimiz kerak. Agar inson sabablarni qoyim qilmaydigan bo'lsa, bu odamni haqiqiy muvahhid deb bo'lmaydi. Hech narsa qilmasdan o'tirib olish, suv oqishiga qarab turish bu musulmonning xulqiga yarashmaydigan narsa. Farzanding kasal bo'lib qoladigan bo'lsa nima qilasan? Tabibga olib borasan. Eng yaxshi tabibga olib borasan. Sabab. Yozib bergan dorisini olasan. Sabab. Ko'rsatgan tavsiyasiga aytilganidek, yozilgandek qaraysan. Parhez qil degan bo'lsa parhez qilasan. Shuncha ishlarni qilib qo'yib turib, Parvardigor shifo o'zingdan deysan. Shifoni tabibdan ham kutmaysan, doridan ham kutmaysan. Shifoni Allohdan kutasan. Mana shu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Mana shu yo'l eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Farzandlar tarbiyasida ota o'ta muloyim bo'lib olishi bor yoki o'ta qattiq qo'l bo'lib olishi bor. Ikkalasi ham oson. Muloyim bo'lasiz, nima desa xo'p do'rasiz. Farzand itoat qilmasa ham xo'p do'rasiz, ayolingiz gap qaytarsa ham xo'p do'rasiz, bu oson. Yoki buni aksi. Qo'pol bo'lib olasiz, dag'al bo'lib olasiz, qattiq qo'l bo'lib olasiz. So'kaverasiz, urushaverasiz, bu ham oson. Endi qiyini shu ikkalasini o'rtasini ushlash. Mo'tadil yo'lni ushlash. Demak, bir vaqtda o'zida ota ham yumshoq bo'lsin, ham talabchan bo'lsin. Ham oilasi uni yaxshi ko'rsin, ham haybatlanib tursin. Mo'tadil yo'lni ushladingiz, aytilgandek sizga bog'liq bo'lgan tarbiyani qildingiz, sababni qildingiz. Shunda ham nima deysiz? Endi meni bolam aniq zo'r odam bo'ladi deysizmi? Nima deysiz? Allohdan deysiz. Sababni qilmasdan Allohni o'ziga tavakkul qilishlik Alloh taologa nisbatan beadablik bo'ladi. Sababni qilib turib Allohga suyanmasdan sababni o'ziga suyanishlik shirk bo'ladi. Qaytarib aytaman. Sababni qildingiz, faqat sababga ishonib oldingiz. Shirk bo'ladi. Yoki sababni qilmasdan tavakkal qildingiz Allohga. Bu Allohga nisbatan beadoblik bo'ladi. Bizi ummat sifatli yuksalishimiz ikkita narsaga bog'liq. Sabab va tavakkulga. Faqat sababni o'zini qilib qo'yish ham oson. Faqat tavakkul qilib duo qilib o'tirib olish ham oson. Ikkalasini qilishlik qiyin bo'ladi va mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va alamu anna ahadan minkum lan yunjiyahu amaluhu." Mana savobli amallarni qildi bir inson, 10 ta masjid qurdi, 1000 ta yetimni qaramog'iga oldi, qo'yingki, juda ko'p savob ishlarni qildi. Bo'ldimi endi? Jannatga kiradimi? Yo'q. Allohning xohishi bo'lmasa kirmaydi. Rasul aytadilar: "Bilinglarki, sizlardan birortangizlarning amalinglar uni najotga olib bormaydi. Amalda o'ziga suyansangiz, yutkizib qo'yasiz. Sizni amallaringiz yo Rasululloh, meni amalim ham kifoya qilmaydi jannatga kirishimga. Illa an yataghammadani Allohu bi rahmatin minhu va fadlin." Men amallarni qilaman deyapti Rasululloh. Shundan keyin Alloh meni o'z rahmatiga olsa, fazl ko'rsatsa, rahmat bersa, shunda jannatga kiraman. Shuning uchun hech qaysi mu'min har qancha uni amali katta bo'lsin, jannatiyman deb xotirjam bo'lishga haqqi yo'q. Shuning uchun birodarlar, amal qilamiz, bu sababi jannatni, va duo qilamiz, umid qilamiz, bu ham bitta sababi. Sog'liqni saqlashlik uchun kerak bo'lgan sababni qildingiz, lekin Allohdan behojat bo'ldingiz. Natija qanaqa bo'ladi? Dardingiz cho'zilib yuraveradi. Unda nima qilish kerak? Tabib aytganini qilasiz, Allohga tavakkul qilasiz, shifoni Allohdan kutasiz. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirgandilar. Ali ibn Abi Talibdan bir rivoyat. Qo'lida bir kaltak bor edi.
Yerni chizib o'tirdilarda, boshini ko'tarib dedilar: "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluhu minal jannati wan nar." Sizlardan biron nafs yo'qki, sizlardan biron bir nafs yo'qki, magar uning jannatdagi va do'zaxdagi manzili ma'lumdir. Odam bolasi borki, jannati yoki do'zaxi ekanligi aniq. Taqdiriga yozilgan. Shunda sahobalar aytishdiki: "Ya Rasululloh, falima na'malu afala nattakil?" Unda nima qilamiz amal qilib? Taqdirda yozilgan narsaga suyanib o'tira olmaymizmi deyshti. Bir odamni Alloh taolo do'zaxi deb yozgan bo'lsa, har qancha jannatiy amalni qilsin, bar do'zaxga tushsa, yoki jannatiy deb yozilgan bo'lsa, har qancha do'zaxiy amalni qilgan bo'lsa, jannatga kiradigan bo'lsa, peshanaga yozilgan bo'lsa, nima qilamiz uni amal qilib deyshti. Rasululloh aytdilar: "La i'malu." Unday emas, amal qilinglar. Fa kullun muyassarun lima xuliqa lah. Amal qilinglar. Bas har bir kimsa u uchun yaralgan narsaga muyassar qilinadi deb ushbu oyatlarni tilovat qildilar. Fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Har bitta odam onasini qornida 121 kunga to'lganda farishta kelib 4 ta narsani yozadi taqdiriga. Rizqini, ajalini, amalini va baxtli baxtsiz bo'lishini, ya'ni jannatli do'zaxi bo'lishini. Onasini qornida yozib qo'yilgan. Birinchi ikkitasi hukm bo'lib yozilgan. Keyingi ikkitasi vasf bo'lib yozilgan. Rizqi bilan ajali hukm bo'lib yozilgan. Shunday bo'lsin dedi Alloh. Bu hukm, banda bunga hech qanaqa o'zgartirish kirita olmaydi. Hukm bo'lib yozilgan narsalar bizni o'g'il bola bo'lishimiz, kimni farzandi bo'lishimiz, qaysi millat vakili bo'lishimiz, qaysi zamonda, qaysi makonda yashashimiz, bu hukm bo'lib yozilgan. Rizq bilan ajal hukm bo'lib yozilgan. Bunga savob ham olmaymiz, gunoh ham olmaymiz. Endi ikkinchi qismi qiladigan, hayotda qiladigan ishlari va baxtli baxtsiz bo'lishi. Bu vasf bo'lib yozilgan. Qarang, Zayd musulmon bo'lsin desa hukm bo'lib qolardi. Endi Alloh taolo buni qilmadi. Zayd musulmon bo'ladi dedi. Ya'ni o'zini ixtiyori bilan, o'zini qiladigan amallari bilan degani. Binobarin jannatli do'zaxi bo'ladi dedi. Ya'ni banda o'zi tanlab qiladi shu ishni. Agar hayotda qiladigan ishini mana bunday amallarni qilsin desa, unda bandada ixtiyor qolmay qolar edi. Tushundinglar-mi? Hayotda qiladigan ishlari bilan jannatli do'zaxi bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni hayotda qiladigan ishi o'zini ixtiyori, natijasi jannatli do'zaxi bo'lishi ham ixtiyori. Alloh bandasini dunyoga kirgizmasdan turib, g'ayb olamida turganda dunyoga kirsa nima ishlarni ixtiyori bilan qilishligini oldindan bilib qo'ygan va shuni yozib qo'ygan. Shuning uchun siz birinchi ikkitasiga javobgar bo'lmaysiz, keyingi ikkitasiga javobgar bo'lasiz. Endi shuni qilish qilmaslik ixtiyoringizda. Agar siz hadisda aytilishiga ko'ra, agar siz jannatiy bo'lsangiz, jannatga olib boradigan ishlarni qilishingiz oson bo'ladi. Harom, gunoh, ma'siyat ishlarni tark qilishingiz oson bo'ladi. Hayotda qilayotgan ishlaringizga qarang. Jannatga olib boradigan ishlarni qilishingiz oson bo'lyaptimi? Umid qiling. Endi nima qoldi? Endi nima qoldi jannatga kirishingiz uchun? Allohning rahmati qoldi. Shuning uchun hech kim amali jannatga aniq olib kirib keta olmaydi. Faqat Allohning rahmati bo'lgandan keyin. Lekin banda Allohning rahmatidan umid qilish uchun hayotda solih amallarni qilgan bo'lish kerak. Amal qilinglar va bilinglarki, albatta sizlar muyassar qilinasizlar. Nimaga muyassar bo'lasiz? Alloh sizni nima uchun yaratgan edi? Rahim qilish uchunmi? Demak, Allohning rahmatiga muyassar bo'lasiz. Toat ibodatni bajaramiz, ilohiy maqsadni yuzaga chiqargan bo'lamiz. Endi bitta narsa qolyapti. Allohning rahmati, fazli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Aroayta adwiyatan natadawa biha.
va ruqon nastarqi biha va tuqon nattaqiha. Hal taruddu min qadarillahi shay'an? Ya Rasululloh, shifo topish uchun biz ichayotgan dori, biz o'qiyotgan ruqya, biz himoyalanish uchun qilayotgan sabablar Allohning qadarini o'zgartiradimi? Biz dori ichyapmiz. Alloh taolo taqdiriga kasal bo'lish yozilgan. Shu taqdiriga yozilgan narsani qaytaradimi? Payg'ambarimiz aytdilar, hiya min qadarillah. Ana shu dori ichish ham qadardan dedilar. Ya'ni dorini ichsang shifo topish degan variant ham yozilgan taqdirga, ichmasang kasaling davom etadi degan variant ham yozilgan. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Tashqariga chiqasiz, boshingiz ho'l bo'ladimi, bo'lmaydimi? Taqdirda yozilgan bo'lsa ho'l bo'ladi deysiz, taqdirda yozilmagan bo'lsa ho'l bo'lmaydi deysiz. Qaysinisi bo'ladi chiqsangiz hozir? Zontiga ushlasangiz ho'l bo'lmaydi, zontiga ushlamasangiz boshingiz ho'l bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ikkala variant ham yozilgan. Faqat siz sababini qilib chiqdingiz, ho'l bo'lmadi. Otni minib keldi, baylash kerakmi, baylamaslik kerakmi? Baylasang turadi, baylamasang ketadi. Demak, kasal bo'lish ham Allohning qazosida bor, shifo topish ham Allohning qazosida bor. Dori ichsangiz, shifo topish qazosiga o'tdingiz. Agar dorini ichmasangiz, kasal qolishlik qazosida qoldingiz. Taqdirga sizni aziz mukarram bo'lishingiz ham yozilgan. Variant A. Sizni xor bo'lishingiz ham yozilgan. Variant B. Qaysinisini sababini qilsa shunisi keladi. Lekin ikkala variant ham bor. Tushuntira oladimmi? Bittasi albatta bo'ladi. Mashhur qissa. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda mamlakatni aylanib yurar ekan, Shom yerlariga keldi o'zini jamoasi bilan, karvoni bilan. Shu paytda Shomda vabo kasali tarqagan edi. To'xtab qoldi, kirgani ikkilandi. Chunki vabo bor edi. Qaytmoqchi bo'ldi kirmasdan. Shunda Abu Ubayda radhiyallohu anhu, "Ya Amiral Mu'minin, Allohning qazosidan qochasizmi? Allohning taqdiridan qochasizmi?" dedi. Kirgani qo'rqyapsizmi? Kirsam kasal yuqib qoladi deb qo'rqyapsizmi deganida. Deganida, "Ey Abu Ubayda," dedi Umar ibn Xattob. "Shu gapni boshqasi aytsa bo'lar edi. Ha, Allohning qadaridan, Allohning qadariga qochyapman," dedi. Kirsam vabo kasali yuqishi ham taqdirdan bo'ladi, kirmasam yuqmasligi ham taqdirdan bo'ladi. Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochyapman dedi. Allohning qazosidan Allohning qazosiga qochyapman dedi. Ro'parangizda ikkita vodiy turibdi. Bir to'p qo'yda haydab ketyapsiz. Bittasida qurib qaqshab ketgan hamma yo'q. Ko'kat yo'q. Ikkinchisi ko'm-ko'k yam yashil bo'lib turibdi. Qasinga haydaysiz qo'yingizni? Alloh bugun qo'ylarimni qonini to'yishini yozgan bo'lsa, sahroga haydasam ham bo'laveradi deb haydab ketasizmi? Yo, bu yoqqa haydaysizmi? Demak, u ham qazo qadar, bu ham qazoy qadar. Siz nima qilasiz? Tanlaysiz. Biz taqdirimizga nima yozilganini bilmaymiz. Ammo o'zimiz xohlagan natijaga erishishlik uchun bizga bog'liq bo'lgan sababni qilamiz. Sababni zo'r qilamiz, keyin xuddi sabab qilmagandaqa Parvardigor o'zingga tavakkal qil deb yalanamiz. Undan keyin nima bo'lsa, demak Alloh shuni taqdir ekan deymiz. Taqdir vasf bo'lib yozilgan qismi bor, hukm bo'lib yozilgan qismi bor. Ixtiyorimizdan tashqari bo'lgan ishlar bu hukm bo'ladi. Millatingiz, qaysi joyda yashashingiz, kimi farzandi bo'lishingiz, bu rizqingiz hukm. Endi qiladigan ishlaringiz sizni ixtiyoringizda, bu vasf bo'lib yozilgan. Natija ham vasf bo'lib yozilgan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.
Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, sabablarni qoyim qilish manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Qazo qadarga aloqador bo'lgan bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Taqdir, qazoy qadar. Alloh taolo bandalarning taqdirini hal qilgan, taqdirni bitib qo'ygan, undan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Bu bizning e'tiqodimiz. Lekin bandalar o'zlariga bog'liq bo'lgan sabablarni qilishlikka mas'ul va ma'mur. Sababni qiladi, undan keyin qanaqa natija bo'lsa, alhamdulillahi robbil alamin deydi. Astagfirullah. Va in min shay'in illa indana khazainuhu va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Har bir narsaning asli manbai bizning dargohimizdadir. Biz u narsalarni aniq o'lchov bilan sizlarga tushiramiz. Rizqimiz Alloh taoloning huzurida, Alloh taolo tushiradi o'lchov bilan. Boshqa oyatda aytadi: "Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan, taqdir bilan yaratganmiz, o'lchab qo'yganmiz. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'i kabi egilib hilol holiga kelib qolgunicha bir necha manzilga belgilab, tayinlab qo'yganmiz, taqdir qilib qo'yganmiz. U belgilangan, taqdir qilingan o'lchovdan tashqariga chiqa olmaydi. Vallohu yuqaddirul layla wan nahar. Kechani ham, kunduzni ham soatlarini Alloh taolo belgilaydi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Innalloha balighu amrihi qad ja'alallohu likulli shay'in qadra. Kim taqvo qilsa, Alloh uni u banda o'ylamagan tomondan rizqini yetkazib qo'yadi. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetguvchidir. Dar haqiqat Alloh barcha narsa uchun miqdor o'lchov qilib qo'ygandir. Ya'ni taqdir qilib qo'ygan har bitta narsani deydi. Hammani bir xil qilib qo'yishlikka Alloh taolo rizqini bir xil qilib qo'yishlikka qodir. Alloh hammani bir xil boy qilib qo'yishga qodir. Lekin nimaga birovni boy bo'lishini taqdir qildi, birovni faqir bo'lishini? Alloh taolo buni rizqini bir xil qila olmaganligidan, ojizligidan emas, hoshalillah. Alloh saqlasin. Bir bandaning rizqi keng, bir bandaniki tor. Bu imtihon uchun, adab berishlik uchun. Mana Alloh taolo agar hammani boy qilib qo'ysa, nima bo'lishligini aytayapti. Faraz qiling, hamma boy. Zo'r bo'lamidi? Siz zo'r bo'ladi deb o'ylaysiz, insoniy aqli, ojiz aqlingiz bilan. Zakotni kim oladi unda? Astagfirullah. Walau basatallohu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi ibadihi xabirun basir. Agar Alloh hamma bandalarning rizqlarini keng, mo'l qilsa, ya'ni hammani boy qilib qo'ysa, kambag'al bo'lmasa, muhtojlik bo'lmasa, nima bo'lardi? Albatta ular yer yuzida zulm, tajovuzkorlik qilgan bo'lar edilar. Ana nima bo'lardi? Lekin u zot bandalarning rizq ro'zlarini o'zi xohlaganicha o'lchov bilan tushirur. Albatta u bandalaridan ogoh va ko'rib turuvchidir. Mana nima bo'lardi ekan? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo bu borliqda hamma narsani nizom bilan, tartib bilan, o'lchov bilan yaratib qo'ygan. Alloh azza va jalla bu koinot ustiga qo'ygan qonunlari bor, sabablari bor. Bu borliq sabab va natijalar qonuni ustida turadi. Sabab va natijalar. Semirib ketdingiz. Bu natija. Uni sababi bor. Nima edi u? Yaxshi bilasizlar uni nimaligini. Yeyishda tartib yo'q, ko'p ovqatlanadi, jismoniy harakat yo'q, sport bilan shug'ullanish yo'q. Shular sabab bo'ldi. Keyin qarabsizki, vesiz kattayib ketdi, qonni chiqib ketdi. Biz o'zimizni mo'min deb da'vo qilar ekanmiz. Alloh taoloning mana shu qonunlariga beparvo bo'lishimiz yarashmaydi.
u qo'yilgan qonun qoidalarga, sabablarga bepisand bo'ladigan bo'lish siz bilan bizni birodarlar mashaqqatli holatlarga olib kelib qo'yadi. Sabablarni qoyim qilmaslik. Qaysi mo'min banda sabablarga beparvolik qilsa, u odam Allohga nisbatan beodoblik qilgan bo'ladi. Tushunarlimi? Uzoq safarga ketayotgan odam albatta mashinasini ham yo'g'ini qarashligi kerak, imkon boricha tekshirishligi kerak. Mana shular sabablarni qoyim qilishlik deyiladi. Yog'ini qaradi, hadovoyini qaradi, antifrizini qaradi, xullas korobkasini qaradi, balonini qaradi, hamma yo'lda ko'rib chiqdi. Shunda ham mashinasi buzilib yo'lda qolib ketgan bo'lsa, endi Allohning taqdiri. Endi u gunohkor emas. Chunki nima qildi? Sababini qildi. Biroq qiz ko'rmayapti. Qiz farzandli bo'la olmayapti. Hamma yo'lda qildi, bo'lmayapti. Demak, yo'q ekan taqdirda. Yoki aksincha, o'g'il ko'ra olmayapti. Hamma sababini qildi. Bo'lmadimi? Endi nima qilish kerak bular? Endi rozi bo'lib qabul qilish kerak. Bizni taqdirga roziligimiz birodarlar qalbimizga xotirjamlik beradi. Chunki siz hamma sababni qiluvdingiz ham bo'lmadimi? Demak, Alloh shuni xohlamagan ekan deysizda, xotirjam bo'lasiz. Tushunarlimi? Nimaga pul topmayapsan? Nimaga onalarda bir ishlab kelmayapsan deb otalar bolalarni malomat qilmasin. Agar ishlayotgan bo'lsa bolalar. Demak, hozir emas ekanda, kelajakda bo'lar ekanda. Agar biz sababni qilmasak, Alloh bilan bir odob bilan muomala qilmasak, Alloh taolaning hargiz nusratiga haqli bo'lmaymiz, qo'llashiga loyiq bo'lmaymiz. Masalan, o'zingizning bir xususiy chastni maktabingiz bor. O'ziga yarasha tartibi bor. Soat 8 da o'quvchilar kelish kerak. Kim kech qolsa kirmaydi. Endi yaqin bir do'stingizni, o'rtog'ingizni bolasi siz maktabingizda o'qiydi, doim 9 da keladi. Nima qilasiz? Kelata olasizmi? Yo'q. Tartib bor, intizom bor. O'rtog'ingiz xafa bo'lsa-chi? Xafa bo'lsa ham mayli. Agar u o'rtog'ingiz sizni hurmat qilsa, bolasini kirgizmasangiz xafa bo'lmaslik kerak. Chunki nima bor? Tartib, intizom bor. Shuning uchun Alloh taolo qo'ygan tartib, intizomni sababni mo'minlar qilmasa, mo'minlarga ham ta'zir beriladi. Biz oldimizga qo'ygan maqsadga yetishlik uchun bizga bog'liq bo'lgan sabablar bor. Maqsadimizga yetishlik uchun qilishimiz kerak bo'lgan sabablarni gaplashyapmiz. Biz birovga sababni mukammal qil deya olmaymiz. Sababi inson o'zi ojiz bo'lgandan keyin sabablari ham mukammal bo'lmaydi. Hech kim mukammal qila olmaydi. Garchi mukammal qilib olish qo'lidan kelsa ham Alloh xohlamasa bo'lmaydi u ish. Ma'qulmi? 90 minut yugurasan, bitta rikoshet bilan gol yutkizdingda. Chiqib olib bir-birimizni yoqamizdan olmaymiz biz. Chunki bor kuchimizni sarfladik. Uni nima qilish kerak? Endi qabul qilib rozi bo'lishlik kerak. Masalan, Alloh taolo mana shu koinotga qo'ygan qonunlar. Siz uni tan olasizmi, tan olmaysizmi, u qonun ishlaydi. Qaytarib aytaman. Haligi qonunni bilmasdan buzib qo'ysangiz, men bilmagan ekanman qonun borligini desa, qonunni bilmaganligi sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi-ku. Xuddi shunga o'xshagandek Alloh taolo bu koinotga qo'ygan qonunlari bor. Siz uni bilasizmi, bilmaysizmi, tan olasizmi, olmaysizmi, ishlaydi ustingizda. Masalan, osmonda uchib ketayotgan samolyotdan irg'ib olgan odamni tirik qolishi mahol. Siz uni biluvdingizmi, bilmadingizmi, irg'isangiz o'lasiz. Yana qaytarib aytaman, bu qonunlar siz bilsangiz, bilmasangiz, tan olsangiz, olmasangiz nima bo'ladi? Ustingizda ishlaydi. Hozirgi kundagi musulmonlarning ahvoli ham ana shu azizlikka sabab bo'ladigan ishlarni qilishmadi. Xorlikka sabab bo'ladigan ishlarni qildi. Garchi musulmon bo'lsa ham ummatning oxirgisi bo'lib qoldik siz bilan biz. Hozirgi kundagi musulmonlarning ahvoli mana shu Alloh tomonidan berilgan odob bo'ladi, birodarlar. Sababiyat qonuni. Birodarlar, barcha mavjudotlar Alloh taoloning irodasi bilan vujudga keladi. Allohning xohishisiz hech narsa bo'lmaydi. Alloh xohlagan narsa bo'ladi, Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi. Endi sababiyat qonuni haqida bizning e'tiqodimiz qanaqa bo'lishi kerak?
banda qilish kerak bo'lgan sabablar. Demak, oldimizda ikkita narsa turibdi. Allohning xohishi va bandalarning qilish kerak bo'lgan ishi. Asli sabab tayin qilingan sabab deyiladi. Oldimizda ikkita sabab bor. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab nima? Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab bandalarning qilish kerak bo'lgan ishi. Tushunarli bo'ldi? Asli sabab Allohning xohishi, tayin qilingan sabab bandalarning qilish kerak bo'lgan ishi. Masalan, yomg'ir yog'ishi o'simliklarning o'sishiga sabab. Olov qog'ozni yonib ketishiga sabab. Suv chanqoqning qolishiga sabab. O't kuydirmaydi o'zi agar Alloh xohlamasa. Suv chanqoqni qoldirmaydi agar Alloh xohlamasa. Ko'katni suv o'stirmaydi, Allohning xohishi o'stiradi. Qog'ozni o't kuydirmaydi, Allohning xohishi kuydiradi. Suv chanqoqni qoldirmaydi, Allohning xohishi qondiradi. Tushunarlimi? Bu suv, o't, yomg'ir bu bor yo'g'i sabablar. Farzand dunyoga kelishiga ham erkak ayolni birga bo'lishligi sabab. U tayin qilingan sabab xolos. Agar Alloh xohlamagan bo'lsa, farzand bo'lmaydi. Tushunarlimi? Mana shu bandalar qiladigan sabablarning hech narsa emasligini Alloh taolo ba'zida ko'rsatib qo'yadi bizga. Nima deymiz? Masalan, Ibrohim alayhissalomni qavmi kuydirib o'ldirishlik uchun juda ham katta miqdorda o'tin yig'ishdi. 2 qavatli imoratchalik keladigan o'tin yig'ishdi. O'tni yoqishdi. O't shunday baland yondiki, yoniga kelishga iloji bo'lmay qoldi. Mana sabab bor. Odamlar o'zlariga bog'liq bo'lgan sababni qilishdi. O'tni, gulxanni juda ham katta qilib yoqdi. Ibrohim alayhissalomni manjaniqqa o'tkazib otishdi. O'tni ichiga tushdi. Endi nima bo'lish kerak? Odamlarning tasavvurida kuyib ketish kerakmi? Xo'p, kuydimi? Kuymadi. Demak, o't kuydirmas ekan. O't kuyishlikka bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. O't kuydirmas ekan, nima kuydirar ekan? Allohning xohishi kuydirar ekan. Demak, bandalarning qilayotgan ishi hech narsa emas. Allohning xohishi eng asosiy narsa ekanligini ko'rsatish uchun Alloh ba'zida mana shu narsalarni ko'rsatib qo'yapti. Ikkinchi misol. Tushundinglarmi nima haqida gap ketyapti? Seni yugurganing hech narsa emas. Natija Allohning qo'lida. Ismoil alayhissalomni otasi Ibrohim alayhissalom yerga yotqizdi, oyoq qo'lini bog'ladi, pichoqni tomog'iga qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhissalomning so'yilishiga, qon oqishiga sabab qilindi. Kesdimi pichoq? Nima uchun kesmadi? Chunki Alloh kesilishligini xohlamadi. Demak, pichoq kesmaydi. Nima kesadi? Allohning xohishi. Yana bir misol. Yunus alayhissalomni qavm kemadan dengizga uloqtirdi. Cho'kib o'lishi uchun. Kamiga yetmagandek katta kit yutib dengizdagi olib tushib ketdi. Kitni qornida, dengizda tubida 40 kun qolib ketdi. Yunus alayhissalom o'lishi uchun sabablar qilindi. Lekin o'ldimi? Nima uchun o'lmadi? Alloh xohlamagan edi. Demak, suv cho'ktirmaydi, havosizlik o'ldirmaydi, Allohning xohishi o'ldiradi. Sulaymon alayhissalom kechada qorakalarimiz o'qidi. 1000 ta xotini bor edi. Bir kechada aylanib chiqaman dedi. Hammasi bittadan o'g'il tug'adi dedi. Sababini qildi, aylanib chiqdi. Nima bo'ldi? Yarimta bola tug'ildi. Men qilaman 30, Xudoyim qiladi 9. Demak 9 da u. Tayin qilingan sabab inson qilish kerak bo'lgan ishlar, lekin baribir kimning xohishi bo'ladi? Allohning xohishi bo'ladi. Yana misol. Bir odam boy bo'lmoqchi. Endi bu yerda ikkita sabab kerak. Bandani qiladigan ishi va Allohning xohishi. Alloh sizni boy bo'lishingizni xohlamaganini bilasizmi siz?
Bilmaysizmi? Taqdiringizni bilmaysiz. Demak, buni qo'yasiz. Allohning xohishi nima ekanligini bilmaysiz, buni qo'yasizda o'zingizga bog'liq bo'lgan sabablarni qilasiz. Endi menga aytinglar, boy bo'lish uchun nima qilish kerak? Asli sabab qaysi? Ishlash kerak. Ishlash kerak, ishlash kerak. Hammalar boymisizlar? Hammalar ishlayapsizlar. Hammalar boymisizlar? Yo'q. Yema, ichma, bo'l baxil. Boy bo'lmasa men kafil. Bekallarning 5 tasini aytibsiz. Agar insonni qilgan sababi albatta natijani olib keladigan bo'lsa, hammamiz ishlayapmiz, birodarlar. Demak, sizni boy qiladigan nima ekan? Allohning xohishi. Endi uni bilmaysiz-da siz. Lekin insoniy sababni qilyapsiz. Endi bo'lmayapsizmi boy? Demak, Alloh xolamagan ekan deydi. Demak, Alloh xohishi ekan deb rozi bo'ling. Mana shu rozi bo'lishi sizning boyligingiz. Endi domla nima bo'ldi? Umid tuzamizmi endi boy bo'lishdan? Qayoqdan bilasiz? 1 yil bermas, keyingi yil berar. 10 yildan keyin berar. Siz sababni qilishingiz kerak. Xo'p, bir odam nima qildi? Ishladi, yana ishladi, baxil ham bo'ldi, boy bo'ldimi? Yo'q. Har qancha sababni zo'r qilmang, agar Allohning xohishi bo'lmasa, siz boy bo'lmaysiz. Chunki ishlayotgan hamma odam boy emas-da. Va ishlamayotgan hamma odam kambag'al ham emas-da. To'g'rimi? Ishlamagan ham katta tishlab yuribdimi? Nima uchun? Alloh xolagan ekan. Yoki birov farzandli bo'lishni maqsad qildi. Maqsadiga yetish nima qilish kerak? Uylanish kerak va harakat qilish kerak. Endi shu ikkala ishni qilgan hamma farzandli bo'lyaptimi? Yo'q, demak Allohning xohishi. Xo'p, eng asosiy narsa Allohning xohishi ekan. Nima? Unda sabab qilmaslik kerakmi? Yo'q, sababni qilasan. Sababni qilasan va asosiy narsa sabab emas, Allohning xohishi deysan. Bu uni qilsin, uni qilish kerak. O'sha tabiblar aytayaptimi? Mana uni qilish kerak, qilish kerak. Lekin eng muhimi qanaqa natija bo'lsa ham rozi bo'lishingiz kerak. Shunisi bilan musulmon odam boy bo'ladi, shunisi bilan odam musulmon odam baxtli bo'ladi. Nimasi bilan? Taqdirga roziligi bilan. Sizni qilgan ishingiz 100% maqsadga yetkazadigan sabab bo'lmaydi. Demak, suv ko'katni o'sishiga sabab xolos. Suv o'stirmaydi, Allohning xohishi o'stiradi. Olov qog'ozni kuyishiga sabab xolos. Qog'ozni olov kuydirmaydi, Allohning xohishi kuydiradi. Pichoq kesmaydi, Allohning xohishi kesadi. Balandlikdan qulash odamni o'ldirmaydi. Balandlik sabab xolos. Insonni Allohning xohishi o'ldiradi. Dalil: o'sha avia katastrofa bo'lib turib 200 ta odamdan 2 ta odam tirik qolibdi deydi. 198 ta odam o'ldi tushib, abjag'i chiqib ketdi. Lekin 2 ta odam tirik qoldi. Demak, Alloh xolamagan ekanda, agar balandlik o'ldirsa, hammasi o'lish kerak edi. Hali kreslosi bilan qorga sanchilib qoldi deydi, daraxt kelashib qoldi, xolos binasa bo'ldi, tirik qoldi-da. Endi oldimizga qo'ygan maqsadga yetish uchun ikkita narsa kerak ekan, ikkita sabab. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab Allohning xohishi ekan, tayin qilingan sabab bandani qilish kerak bo'lgan ish ekan. Buni hal qildik-a? Endi tayin qilingan sabab ham ikkiga bo'linadi. Qaysi sabab edi bu? Inson qilish kerak bo'lgan sabab. Inson his qiladigan sabab bor va inson his qila olmaydigan sabab bor. Siz qiladigan ishlarni, sabablarni ikkiga bo'lamiz. Siz his qila olasiz, tushunadigan sabab bor va siz tushunmaydigan sabab bor. Masalan, bir odam bekamu ko'z, boy badavlat, kengchilikda xotirjam sog'lom yashamoqchi. Sog'lom yashamoqchi, uzoq umr ko'rmoqchi. Endi bu maqsadiga olib boradigan ishlar uchun sabab kerak. Aqlga keladigan birinchi sabab qaysi? Mana siz bilan biz his qiladigan sabablar. Nima qilish kerak? Yana ishlash kerak. Ishlash kerak. Mana shu xulos ene boy bo'lamiz deyapsiz. Va bu
mehnat qilish kerak degan gapni kofir ham aytayapti, musulmon ham aytayapti. Va hamma shu ishni qilyapti. Chunki nima qilyapti bu sababda? His qilyapti, tushunyapti, anglayapti. Shuning uchun hamma ishlayapti. Endi siz badavlat bo'lishingiz uchun, mo'l-ko'l yashashligingiz uchun qilish kerak bo'lgan ikkinchi sabab bor. Siz his qilmaydigan. Nima u? Siylar rahim, to'ppa-to'g'ri. Ihson, xaloyiqqa yaxshilik qilish, duo olish. Ihson qil, rizqing keng bo'ladi desa, iymon e'tiqoddan uzoq odam deydi. Pulimni bersam deydi. Qana qilib mo'l-ko'l yashayman deydi. Tushunmaydi, ko'rdingizmi? His qilmaydi deganda shuni aytyapmiz. Xoling banisada ekan ko'rib qo'y desa, vaqtim yo'q deysiz. Nimaga desiz, ishdan qolasizda. Ishlashdan maqsad boy bo'lishidir. Endi ammeni, xolingni, havarogani borsang, rizqing keng bo'ladi, siylar rahmni qilsang zo'r bo'ladi desa, meni boy bo'lishimga nima aloqasi bor buni deydi. O'shuning uchun aytayapmiz-da, his qilmaydigan deb. Endi shundaylarmi his qilmaydigan sababda? Yana boshdan boshlaymiz. Maqsadga yetish uchun ikkita sabab bor. Allohning xohishi va bandani qiladigan ishi. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Biz asliy sababni nima ekanligini bilmaymiz. Allohning xohishini bilmaymiz. Buni qo'yamiz. Bizga nima qoladi? O'zimizga bog'liq bo'lgan sabablar qoladi. U sabablar ikki xil bo'ladi. Siz his qila oladigan, tushunadigan va siz his qilmaydigan. Siz tushunmaydigan. Xo'p, endi biz qilishimiz kerak bo'lgan, tayin qilingan sababni ikkalasini ham qildik. His qilinadiganni ham, his qilinmaydiganni ham. Endi aniq boy bo'lamiz deymizmi? Baribir shunga borib taqaldimi? Siz his qilinadigan sababni ham, his qilinmaydigan sababni ham zo'r qilib qildingiz. O'shundan keyin nima deysiz? Alloh xohlagan bo'lsa bo'ladi deysiz, boylikni. Odamlarni juda ko'p qismi, xususan musulmon birodarlarimiz ham juda ko'p qismi mana shu tayin qilingan sababni ikkinchisi his qilinmaydigan sabablarga juda e'tiborsiz. O'shuning uchun ishlayveradi, barakasi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz aytganlaridek, kim umrini uzun, rizqini keng bo'lishini xohlasa, siyla rahmni o'rniga qo'ysin deydi. Alloh yo'lida qilgan ihsoniylarda Alloh taolo 10 baravar, 700 baravar undan ham ko'proq qilib qaytarib beradi deydi. Siz ikkala sababni ham qildingiz, tavakkalni ham qildingiz. Eng asosiysi o'sha sababni qilganingizdan keyin, Allohga tavakkal qilganingizdan keyin nima bo'lsa ham, qanaqa natija kelsa ham rozi bo'lib qabul qilsangiz, demak siz saodatli bo'lasiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, sabablarni qoyim qilishlik manzilatini o'qiyotgan edik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va huvallazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika yukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. U Alloh shunday zotki, o'z rahmatining oldidan xushxabar qilib shamollarni yuborur. Allohning rahmati bu yomg'ir. Yomg'irdan avval shamol keladi. Qachonki ular vasmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni bulutni chanqoq, o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalarni chiqarurmiz. Alloh taolo o'lik shaharning ustiga yomg'irni yog'dirib, shu yomg'ir sabablik xilma-xil ko'katlarni, mevalarni chiqarishini aytayapti. Alloh azza va jalla biror narsani xohlasa,
biroz sababni qilishi shart emas. Innalloha ala kulli shayin qodir. Alloh har narsaga qodir. Yosin surasida Alloh taolo aytgandek, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani xohlasa, shu narsaga bo'l deydi, bo'ladi. Hech qanday sababni keragi yo'q. Lekin Alloh bu oyatda o'lik shaharni suv yordamida, suv sababli tiriltiramiz deyapti. Ya'ni bandalari ta'lim olsin. Maqsadiga yetishlari uchun o'zlariga lozim bo'lgan sabablarni qilishsin. Demak, bug'doyni yoki ko'katni chiqishiga yomg'ir sabab bo'lyapti. Yomg'irni paydo bo'lishiga birodarlar, dengiz kerak, harorat kerak, quyosh kerak, osmonga ko'tarilishlik kerak, bu suvni bug'i to'planish kerak. Xullas, ancha narsalar biri ikkinchisiga sabab bo'ladi-da, bir narsa paydo bo'ladi. Agar Alloh taolo bug'doyni paydo qilishini xohlasa, bu sabablarga muhtoj emas. Hozir aytdik-ku. Bo'l desa bug'doy bo'ladi. Lekin Alloh taolo nimani xohladi? Sabablar bilan bo'lishligini. U inson har bitta ishni qilish uchun sababini qilish kerak. Masalan, masalan, bir tishlam non yeyishligi uchun nima qiladi? Bug'doyni ekadi, yomg'irni kutadi, o'sishini kutadi, o'radi, tegirmonga boradi, un qiladi, tandirga yopadi. Shuncha sababni qilgandan keyin non yeydi. Alloh taologa bu narsalarda keragi yo'q sabablarni. Endi bitta oyatda fa anzalna bihil ma'a. Ana shu bulutdan yomg'irni tushirdi. Shu yomg'ir sabablik o'li yerni tiriltirdi dedi. Demak, Alloh taolo sabab bilan qildi bir ishni. Ha, Yosin surasida bo'lsa, Alloh taolo hech qanday sabab kerak emas, bo'l desa bo'ldi degan ma'no bo'lyapti. Qana qilib bir-biriga bog'laymiz mana shu ikkita ma'noni. Bu oyatlardagi ba harfi sababiya harfi deyiladi. Yerni tirilishi yomg'ir sababli bo'ladi. Daraxtlarni ko'katlarning uchligi suv sababli bo'ladi. Bulardagi aytilingan va harfi sababiyat ma'nosini bildiradi. Endi nimani bildiradi bu? Sabab bilan, sabab bilan, sabab bilan. Mana shu sabablarning bo'lishligi Alloh taolo bu koinotni ustiga qo'ygan qonuni bo'ladi. Ona onasi uchun mana onasi sabab, mana uchun ona onasi sabab. Bu qonunlar. Bir odam tug'ilishligi uchun palonchi uylanish kerak. Bu odamning tug'ilishiga sabab. Hosil bo'lishligi uchun dehqon bug'doyni yerga qadash kerak, bunga sabab. Birodarlar, har bitta narsaning sababi bo'ladi. Siz bilan bizni ummat sifatida yuksalishimizning ham sabablari bor. Bu ummatning avvali nimalarni mahkam ushlab, nimalarni qoyim qilgan bo'lsa, shuni qilamiz, yuksalamiz. Birodarlar, hatto Iso alayhisalomning onasi Maryam binti Imron homilador holatida qurigan xurmo daraxtini tanasiga suyanib o'tirar ekan, Alloh taolo aytdi: "Va huddi ilayki bijid'in nahlati tusaqit alayki rutaban janiyya." Mana shu qurib qolgan xurmoni shoxini silkitgin, senga undan yangi, ya'ni xurmoni yangi mevalari tushadi. Alloh taolo qodir emasmidi Iso alayhisalomning onasiga shundaylar bir muhayyo qilib qo'yishlikka bu xurmoni? Qodir edi. Lekin shu yerdan ta'lim beryaptiki, silkit deyapti. Undan tashqari bir homilador ayolni xurmoni silkitishgani qancha quvvati bor? Yana qurigan daraxt u. Qurigan daraxtni silkit deyapti. Ya'ni sababini qil deyapti. Shuning uchun birodarlar, olma pish, og'zimga tush deyish bu musulmon odamga yarashmaydi. Insonni maqsadiga olib boradigan 100% ishlaydigan sabab bo'lmaydi. Inson qilishi mumkin bo'lgan sabablarning hech qaysisi 100% natija bermaydi. 100% natijani kim beradi? Nima beradi? Allohning xohishi beradi. Pishoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, suv cho'ktirmaydi. Bular bor yo'g'i sabab. Birodarlar, aniq bilib olaylikki, agar biz yuksalishimiz uchun qilishimiz kerak bo'lgan sabablarni beparvo tashab qo'ysak, suvni oqishiga qarab qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu Alloh taoloning qo'ygan koinot ustidagi qonunlarga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsak, albatta bu ishimiz uchun Alloh tomonidan bizga odob beriladi. Astagfirullah. Fa athabahumullohu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar
xolidina fiha va zalika jazaul muhsinin. Bir insonni jannatga kirishligiga uni so'zlari va amallari sabab bo'ladi. Bir odamni do'zaxga kirishligiga uning so'zlari va amallari sabab bo'ladi. Ular sabab. Agar Alloh xohlasa ina jannatga kirasiz. Sababingiz ham hech narsa bo'lmay qolishi mumkin. Alloh taolo aytadi: "Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy yashaydigan jannatlar bilan mukofotlaydi." Demak, nimasi sababli? Aytgan so'zlari sababli. Boshqa oyatda: "Zalika jazaynahum bima kafaru va hal nujazi illa al-kafur." Kofir bo'lganlari sababli ularni mana shu jazo bilan jazoladik. Kofir bo'lganligi sababli. Uni ham sababi bor, buni ham sababi bor. Birodarlar, biz mana shu koinot ustiga qo'yilgan qonunlarni bilsak, Alloh bilan muomala qilishimiz oson bo'ladi. Ana shu qoidalarga rioya qilsak, amal qilsak, hayotimiz osuda bo'ladi, hayotimiz saodatli bo'ladi. Ko'zlagan maqsadimizga osonlik bilan yetamiz. Buni bir misol bilan tushuntiramiz. Katta bir zavodni direktori aytayapti ishchilariga. Mana bu qonunlar, tartiblar yangi, tartib yangi qonun. Kim mana shu qoidalarni, qonunlarni yil davomida bir marta buzmasa mukofot bor. Yil davomida bir marta kech qolmasa ishga, unga alohida mukofot bor. Yil davomida ishchilar o'zini normasini kamaytirmasdan bajarsa, unga ham alohida mukofot bor. Mana qoida aytildi. Endi bu direktor bilan, xo'jayin bilan qilinadigan muomala juda oson. Nima qilsangiz u sizdan rozi bo'ladi, nima qilsangiz norozi bo'ladi. Nima qilsangiz mukofot olasiz, nima qilsangiz jazo olasiz. Qonun bor. Qonunni bilsangiz, ishingiz tekis ketgandek, zavodda bu koinotga qo'yilgan Allohning qonunlarini bilsangiz va unga amal qilsangiz, Alloh bilan bo'ladigan muomalangiz ham birodarlar tekis bo'ladi. Bu yerda qarindosh, jiyani, urug'i degan gaplar bo'lmaydi. Ish zavoddagi ishchilarda hammasini shansi bir xil bo'ladi. Nima sababli? Qonun qoida sababli. Agar shu qonun qoida bo'lmasa zavodda, direktor nima qiladi? O'ziga qarashli odamlarni siylaydi, o'ziga qarashli bo'lmaganlarni nima qiladi? Chekiga suraveradi. Lekin Alloh bilan muomala qilishing oson. Nima uchun? Qonun bor, shariat bor, din bor. Mana shu shariat degan qonun bilan, din degan qonun bilan yashasangiz, Alloh bilan muomalangiz tekis bo'ladi. Mana shu dunyo maydonida, dunyo ishlarida peshqadam bo'lishlikka joriy qilib qo'yilgan sabablar bor. Shu sababni kim qilsa, Alloh shuni ko'taraveradi dunyo maydonida. Musulmon kofirligiga qaramaydi. Yana qaytarib aytaman. Dunyo ishlarida, dunyo maydonida yuksalish uchun qo'yilgan sabablar bor. Alloh taoloning qo'ygan sabablari. Kim shu sababni zo'r qilsa, Alloh shuni ko'taraveradi dunyo maydonida. U musulmonmi, kofirmi muhim emas. Tushunarli bo'ldimi? Mana IT sohasini olsangiz, mana 21-asrda eng peshqadam hunarlaridan. Hindlar birinchi o'rinda ekan. Nima uchun? Axir ular mushrik-ku. O molga sig'inadi. Nima uchun? Hozirgi biz aytgan qonunga rioya qildi-da. Texnologiya bo'ladimi, sport bo'ladimi, ilm-fan bo'ladimi? Agar qaysi millat, qaysi xalq vakillari shu sohada sabablarni zo'r qilsa, Alloh o'shalarga beraverar ekan. Garchi ular musulmon bo'lmasa ham. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat. Mana u zot sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida 10 ga yaqin sababni qildilar. Xabarni maxfiy qildilar. Abu Bakr Siddiqning uyiga xabarni aytgani borganlarida kun issiq paytida chiqdilar, chunki kun issig'ida Makkada ham uyda o'tirar edi. Yuzini to'sib oldilar. Abu Bakrning uyiga kirib turib, qizlarni chiqaring, eshitib qolmasin dedilar. Hijrat qilinadigan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyasini minib Madina tomonga qarab, shimolga qarab yurmasdan janubga yurdilar. Bu ham bitta sababi edi. Chunki Quraysh istasa shu yoqdan istaydi-da, shimol tomonidan. G'orga chiqib o'tirdilar, lekin bularning bittasi ham foyda qilmadi. Chunki Qurayshning isqivorlari
100 ta tuya mukofotida har tomonga yurishdida Rasulullohni yashirinib o'tirgan Savr g'origa ham chiqishdi. Topib kelishdi. Har qancha qo'ydi haydab Rasululloh mingan tuyani izini yopishga harakat qilmasin, baribir topib chiqishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz g'orda o'tirar ekanlar, ular g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq ularni oyoqlarini ko'rib turdi va yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz Abu Bakr? Ya Rasululloh, hozir engishib oyog'im tagiga qarasa, ko'rib qolishar edi. Shunda Rasululloh Robbisiga tavakkulni eng zo'rini qilgan, Robbisini qo'llashiga iymoni komil bo'lgan zot, "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn, Allohu salisuhuma" dedilar. Ey Abu Bakr, uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? Qanday gumondasiz? Biz ikkitamiz o'tiribmiz, uchinchi sherigimiz Alloh deyapti. Qarangda, aytdi-ku, sizni dunyoda ko'zlagan maqsadingizga olib boradigan 100% sizni yutuqqa erishtiradigan sabab yo'q, siz qiladigan. Sizni qilgan sababingiz 100% natija bermaydi. 100% natijani Allohning xohishi beradi. Lekin siz sababini qilishga ma'mursiz. Mana Rasululloh 10 ga yaqin sababni qilsalar ham baribir foyda qilmadi, o'shaga istab kelishdi. Endi Rasululloh g'orda o'tiribdilar, mushriklar gaplashib turishibdi. Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiqni qiladigan bitta ish sababi qoldi. Bitta sabab qoldi. Nima edi u? Jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qilishdi, Alloh najot berdi. Mushriklar g'orga kirmadi ham, engishib qaramadi ham, tushib ketishdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borib oldilar. Demak, birodarlar, yana qaytarib aytaman. Biz maqsadimizga yetish uchun qiladigan sabablarimiz ichida 100% rezultat beradigan sabab bo'lmaydi. 100% rezultat Allohning xohishi. Asarlarda keltiriladi: "Man akala turoba faqat aana ala qatli nafsihi." Kim tuproqni yesa, o'zini qatliga ko'mak beribdi. Qo'lingizdagi olmani yuvmasdan yeyishingiz ham mumkin, yuvib yeyishingiz ham mumkin. Yuvma yesangiz kasal bo'lish ehtimoli bor. Yuvsangiz shu ehtimol kamayadi. Demak, yuvib yeymiz. Man akala fakihatan duna yaghsilaha faqad aana ala qatli nafsihi. Yana asarlarda keltiriladi: kim mevani yuvmasdan yesa, tahqiq o'zini qatliga yordam beribdi. Haqiqiy mutawakkil banda sabablarni qiladi, lekin ularga suyanmaydi, ularga ishonmaydi. Ulardan umid qilmaydi. Umidni kimdan qiladi? Allohdan qiladi. Mana shu yerda bir misol aytamiz, voqea, realniy bo'lgan voqea. 2017-yilgi yozgi Olimpiada o'yinlarida 4 ga 100 estafetasi bo'lgan. Ya'ni 100 metr masofani 4 ta odam yuguradi. Birinchi odam yugurib turib 100 metrga, sherigiga tayoqchani beradi, u olib yana 100 metr yuguradi. 100 metrdan keyin ikkinchisi, uchinchisi oladi, to'rtinchisiga olib, xullas oxirgisi birinchi yetib kelsa, nima bo'ladi? Musobaqada yutadi. Endi ana shu yozgi Olimpiadada, 2017 Olimpiadada ana shu estafetaga Yaponiya, Turkiya, Angliya, Amerika va Yamayka jamoalari chiqishdi. Hammasi o'zini yurtidagi eng tez yuradigan odamlar. Ana shu Yamaykani jamoasida Usayn Bolt bor. Shuni o'zi kim ikkinchi o'rinda oladi deyishlikka sabab bo'ladi. Tushundingizmi? Ikkinchi o'rinda kim olishligi haqida gap ketadi, birinchi o'rinda yopib qo'ydi hamma. Chunki bu Usayn Bolt jismonan tuzilishi, yaralishidaqa baquvvat, baland bo'yli, juda tez yuguradi. Bir necha marta jahon rekordini yangilagan tez yugurishi bo'yicha. Hamma ikkinchi o'rinda kim olishini kutyapti. Birinchi o'rinda masalasi hal bo'lgan. Bu odamlarning rashyoti. Xullas, hamma o'sha Usayn Boltni birinchi bo'lib kelishligini, Yamaykani birinchi bo'lishini kutyapti. Hamma kameralar Usayn Boltga qaralgan. Bu yoqqa kelib turib, tribunaga qo'lini shunday ko'tarsa, hammasi baqiryapti, xursand bo'lib. Qolgan yugurayotganlarga parvo ham qilmayapti, kameralar ham, muxlislar ham. Hammaning fikri, xayoli kimda? Usayn Boltda. Xullas boshlandi estafeta. Usayn Bolt oxirgi 100 metrda yuguradi, 4-chi bo'lib. Shu yerda choldi,
topir-tupir yurib ketishdi. Xullas, uchalasi, haligi 4 tani 3 tasi yugurdi-da, oxiri hammasi o'zini 4-odamiga berdi. Mana endi Usayn Bolt oladi-da, shunaqa yuguradi, uchadi, qolganlarni qoldirib yuboradi. Undan burungi 3 ta sheriga qanaqa natija bilan kelganiga muhim emas. Shuni qo'liga bersa bo'ldi. Bu nima qiladi? O'zib ketadi hammadan. Haqiqatan 3-odam kelib tayoqchani berdi qo'liga. Usayn Bolt oldi, razgonni oldi-da, 10 qadam tashlagandan keyin shat-toyi tortib qoldi-yu. Endi haligi ikkinchi kelish kerak bo'lgandan baxtiga ishonmayapti. 10 qadam tashladi, shunday oqsada to'xtab qoldi, narigilar birinchi o'tib ketdi. Ana, komandamizga palonchi o'yinchini olib keldik. Endi to'shni nima qilamiz? Bekaladi 5 tasini aytibsiz. Ana palonchini varatamizga qo'ydik. Endi to'shni nima qilamiz? Yutamiz. Bekaladi 5 tasini aytibsiz. Nima demoqchiman bu bilan, birodarlar? Insonlar ko'zlagan maqsadlarini 100% ularga olib kelib beradigan 100% natija bo'lmaydi. Insonni qilgan sabab xolos. Natijani kim beradi? Hattoki 30 yil, 40 yil mashina bozorida savdo qilib yurgan, mashinani 2 chikirgacha bilgan odam bir kun keladida ulangan mashinani olib qoladi kuzubi. Kuzubi ulangan mashina. Qanaqa qilib ko'rmading desa, kim bilsin, og'ayni qara shuna bo'lib qopti-da. Bo'lgana shu narsa bir amatda. O'zingiz ogohlantirgansiz, mana bo'ladi degansiz, xuddi o'sha xatoda o'zingiz qilgansiz. Shuning uchun hikmatda aytiladi: Innalloha idza ahabba infada amrin salaba kulli lubbin lubbahu. Agar Alloh o'zini bir xohishini amalga oshirishni xohlasa, ana shu aql egalaridan aqllarini olib qo'yadi. Qopga tushadi, muammoga kiradi, keyin aqlini qaytarib beradi. Qarab tur, shu ulingan narsani olibman deydi. Shuning uchun birodarlar, la yanfa'u hadarun min qadarin. Qadardan hazar foyda bermaydi. Taqdir qilinganmi, hazarda foydasi yo'q. Siz qilgan harakatlaringiz foydasi bo'lmaydi. Xulosa, biz ko'zlagan maqsadimizga olib boradigan sababni qilamiz, zo'r qilib qilamiz va sababni qilib bo'lgandan keyin Parvardigor hamma narsa seni qo'lingda deymiz va undan keyin nima bo'lsa rozi bo'lamiz. Va ana shu rozilik bu saodat deyiladi, birodarlar. U natija sizga yoqadimi, yoqmaydimi, nima bo'ladi u? Allohning xohishi bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar biz o'zimizni harom ishlardan to'xtatmasak, Allohning buyurgan farzlarni bajarmasak, sabablarni qoyim qilmasak, hargiz Alloh taoloning nusratiga, madadiga erisha olmaymiz. Har bitta inson o'zini ilmiga ishonadi, hunariga ishonadi, oshnag'onisiga ishonadi. Talib imtihonga kirib ketayotib, yaxshilab tayyorgarlik ko'rdi. Kechasi bilan uxlamadi. Bir necha kun qattiq mehnat qildi. Yaxshi baho olishiga aniq ishonadi. Yana qaytarib aytamiz, o'ziga ishonadi. Va mana shu ayni hamoqat bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina so'raymiz. Birodarlar, suv cho'ktirmaydi. Allohning xohishi cho'ktiradi. Pichoq kesmaydi. Allohning xohishi kesadi. O't kuydirmaydi. Allohning xohishi kuydiradi. Birodarlar, biz muvahhid musulmon sifatida sabablarni qoyim qilamiz. Natijani Allohga tavakkul qilamiz va undan keyin nima bo'lsa, alhamdulillahi robbil alamin deb rozi bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.